Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. Alright, stop. Gone, baby. Ketmoqda jimgina buyuk Ramazon, uning ko'zlariga tikilmoq qiyin. Kimdir pichirlaydi juda ham arzon, qaytadi baribir bir yildan keyin. Ha, olg'ir hayotning qoidalari yutib yuboradi yana bizlarni, ovchidek ergashib yurganimiz sari u sekin yo'qotib borar izlarin. Go'yo dil yurtidan quvilgan surgun, ichki to'kajakmiz ko'z yoshlarimiz, u bizni quchoqlab oladi bir kun tugab bitganida bardoshlarimiz. Ha, shunda topamiz armug'on kuchun, ey yurak och qolsang g'amingni yeyman, tiriklik sharafini saqlamoq uchun Ramazon bir yillik quvvatmi deyman. Alvido so'zidan yasamam taskin, axir qaylardadir mangudir bahor. Ramazon taqvimdan ketishi mumkin, ammo yuraklarda qolmog'i ham bor. Ul yurak yurtida daryo besohil, risolat chashmasi tutqazar payg'om, sharafli zotlarning uyida bir yil ayyom davom etar, ilohiy ayyom. Instagram'da aylandi faqat. Dina an'amta alaykum ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله. Pul deb yuribmiz. Yoshlar, shuni yaxshilab bilib olinglar. Pul hayotimizning avvalida hamma narsa degan tasavvurda bo'lamiz. Pul bu hamma narsa. Pul bo'lsa, changalda sho'rvada o'ylaysiz. O'rta yoshlar yetganingizda 40-45 ga yetganda, yo'q, pul hamma narsa emas ekan. Chunki pul bilan hamma narsani hal qilib bo'lmas ekan. Pul bilan hal bo'lmaydigan ishlar bor ekan. Pul bor yo'g'i bir narsa ekan deysiz. Hamma narsa deyapsizmi? Ko'zingiz ancha muncha narsani ko'rib ochilgandan keyin yo'q, pul bor yo'g'i bitta narsa ekan. Hamma narsadan bitta narsa ekan. Endi bitta oyog'i yo'lga osilgan paytda, yashashidan o'lishi aniqroq bo'lib qolgan paytda pul hech narsa emas ekan. Bizni yedirgan, ichirgan, musulmon qilib yaratgan Allohga hamd bo'lsin. Ey kechiruvchi Robbim, meni, oilamni, davlatimni, millatimni va barcha ishonguvchilarni o'zing asra. Rahmatingni bizdan darig' tutma. Bizga har turli qiyinchiliklarga qarshi sabot ber. Seni har narsaga kuching yetadi. Bizni biz bilan sinama. Bizni adolatdan ayirma. Bizni avfayla. Sen har narsaga qodir bo'lgan Allohsan. Amin. Allohim, o'zing bizni oxirgi nafasimizgacha pok bandalaringdan ayir.